Sultan esli temmeden izlep yürüysiz Ayrım bağda teyyar biz mana Saklap kaldık tükenmezsiz Ayrım bağ Ayrım bağ Ayrım bağ Pergane tatlıkları. Faize gazlık anar su içimligi. Hayatlıktır bir sahne kilip gidiş var. Hikayem var, külken var, kadem izim var. Kimler gider, kimler uzak çıraylık. Anlamlar külürümni, kadirlik dostlar. Hayatlıktır bir sahne kilip gidiş var. Hikayem var, külken var, kadem izim var. Kimler gider, kimler uzak çıraylık. Anlamlar külürümni, kadirlik dostlar. Şiğasada Tabiatның avazı küçüge yada Hoş avaz, hoş sazın yanrısın dostum Elgemen söz sahnimiz, burçimiz bozdun ada Azılarga kanatlar nakşiğasada Tabiatның avazı küçüge yada Hoş avaz, hoş sazın yanrısın dostum Elgemen söz sahnimiz, burçimiz Dostum ada
Bu programmaning xos nomini Xinjiang Paridio Soda cheklik shirkati ustiga olgan. Yaxshimsizlar ko'rmanlar, men sizlarning sirdosh do'stinglar Adila Ablis. Xinjiang Paridio Soda cheklik shirkati xos nomini olgan Xinjiang radio televiziya stansiyasi bilan O'zguy madaniyat tarqatish cheklik shirkati birlashib ishlagan Paridio Studiyaga kim keldi programmasi naqsh musiqalar naq maydonda o'rinlanadigan ekrandan halqagan universal san'at programmasi. Biz birinchi ikkinchi qaror studiyaga kim keldi programmamizni ajoyib muvaffaqiyatli tamomlab, har qaysilarning qo'llashiga erishib, mana 3-qarorga qadam qo'ydik. İşinimizki 3-qarordagi har bir son programma cho'qim sizlarning dilinglarga yoqadi. Şevket Tursun. Daimish programmadan burun üçümüz qarab, birsi-birsimiz birden paranglashib etib, anaki aziz mehmon taklif qilyaptimizsa, chunki bir tayyorliklarimiz toza yaxshi bo'lsin deyman-ku. Bugungi taklif qilgan bu aziz mehmonimizni biz kutkilbek uzun bo'ldi. Qachon bizning programmaga bir kaskan degan umidda doim aloqalashib turdik. Biz kutgan taqozolik bilan kutgan shu kunlarimiz mana keldi-ya. Adila shundoq shu demisim bek uzun vaqt bo'ldi biz taklif qilyapmiz. Xalqaro opera sahnasidagi rangdor gul, do'lqin simon yuqori ovozi bilan Jungo bulbuli deb nom olgan suyimlik san'atkorimiz Dilbar Yunus. Yaxshi. Shunchalik suyundik sizning kelganingizga qanday marhamat. Marhamat. Salam do'stlar, yaxshimisizlar? Men naqshchi akarinchi do'stinglar Alimjon Abduriyim. Bugun men studiyaga kim keldi programmasiga qatnashib, shundoq xushal bo'ldim. Xushal bo'lishimdagi sabab qadrli hurmatli adimiz Dilbar Adam studiyaga kim keldi programmasiga Dilbar Adam qatnashdi. Biz night xush olduk. 大家好，我是新疆歌舞团的一名声乐演员，我叫杨雅茹。在学习声乐的路上，迪丽贝尔老师一直是我学习的榜样，是我的超级偶像，我非常喜欢他。 Salam do'stlar, yaxshimisizlar? Men Xinjiang naqsh usumining tajik naqshchisi Rizvangul Barat. Bugun men Xinjiang radio televiziya stansiyasidagi studiyaga kim keldi programmasiga qatnashganligimdan intayin xursandman. Dilbarada studiyaga kim keldi programmasidagi har bir xizmatdoshlar hammamiz sizni chin qalbimizdan qarshi olamiz. Dilbaradan bo'ladi men studiyaga qatnashay deb oxiri bizga ma'qul bo'lgandi degan birinchi savol qo'yg'im kelyapti. Qaysi taraflarimizga qarab qatnashay deb qaldingiz? 今天谁在录音棚这个栏目做的非常有质量，所以还是因为我们的情谊在，你们的这种不懈的这种执着的精神在。我是为你们的精神执着所感动，把我召唤来了。而且我说我不管是走着来，还是爬着来，还是飞着来，我这眼睛都睁不开了来，我一定要来。 买了看到不是的，看定的在秋空看不三不买的，但这也变成了我的一个心愿。而且我来到这儿以后，我就感觉我非常非常的感动。我一进来以后，而且我看到团队，不管哪一个部门，我就觉得你们都非常的执着，而且非常专业，都是德很配位，你知道吗？所以，哎呀。 我也觉得这表示ketganman. Mushni ko'rganimga o'zimni baxtli his qildim. Dilbaradan ko'p programmalar qatnashgan, mayli xalqarodagi bo'lsin, davlat ichidagi bo'lsin va yoki Xinjiangdagi bo'lsin, ko'p tondoylarni ko'rgan. Shular qarta selishtirib, masalan bizga mushundaq yuqori baho bergani hamda demak bizning xil oldida turdi ekanmiz deb, ma'nu bir alg'i ilgirlaydigan bir kuch bo'ldi. Buningdan davomli tirishimiz Dilbarada. Siz Qashqarda tug'ilib o'sdingiz. Qashqarning kimligida?
үрімчекке ішілдіңіз, анаңдекен Бейжинге беріп білім ашырдыңыз, анкен халқараға беріп тараққи қылдыңыз, və яки үйе деген нұрғын білімлерін өгендіңіз. Ақырда бұл бір өмір өгенген білімлеріңізні, барлық өзіңіздің қабілетіңізні біздің вәтінімізге жауап қайтырышқа ішлеттіңіз деп ойлаймыз. 17 yaş, 16 yaşta Ürümçi'ye kelgen. Endikinizi 18'de mi, 19'da mı yok Beijing'e ketken. Kendikin Beijing'de 7-8 yıl okuşan Zhongyang 音乐学院嘛. Kıldım Arlık'ta 参加国际比赛. Endikinizi okuşunu tügütüp, endikinizi tekhamı bu 接力棒一个接一个接力一个，我就走出去。我是个很幸运的孩子，所以无论我在哪里。 Şunga meylemen näde ulay, näde turay, vatan daim yürekte. Şinjan Uyghur Abdunum rayonu qurulğanlığının 70 yıllığı tantanalarga özüňizning hissiyatınız qandaq bolýadydy degan bir sualny sorsam. Men 50 年 Şinjan 50 年 daçing qatnaşgan. Birdemde man 70 年 daçing boldy. Şoňa men bunda çoň daçing 活动和庆祝活动的men daim bar. 就跟我们生活在每一天一样，它就融入在我们的生活里，融入在你的生命里。对，哎，它就是这样的，不能够一直跟天那买的，真的。天那瓦买的啊，天那瓦买的，这应该是一种本能的情怀。Dilbarada biz boy degandek siz Qashqar tug'ilib o'sdingiz. Adam mayli nagil bas o'zining yurtini ajoyib seg'inadi. Har doim bu seg'inish o'tini mayli qanchalik muvaffaqiyat qozonib ketgan bo'lsin, ajoyib shon-sharaflarga erishib ketgan bo'lsin, lekin yurt seg'inishini cho'qqim hech kishi qalbidan chiqaramaydi deb o'ylayman. Siz yurtni seg'ingan vaqtingizda tunji bo'lib xiyolingizga va yoki ko'z oldingizga keladigan nima? 你只要在飞机上你下来的时候，你就热爱这个头发，你知道吗？ Toprak 是肯定是 toprak， 这个头发，尤其是那个枪头发，我们的世世代代、祖祖辈辈就是在头发当中走到今天的。다임 캐섬 우이 주장대 똑부르나시나 다임 캐섬 우야가 밤에 캐마 아쉬울던 버가든 버선 아얀데 마양가 뭐 버가든 버가가 인 我就想走 근데 근데 부터 이제 오마마 간다 올랍 광장 캡가는 오마마 40일 뭐 45일 올랍게 아셔 кырпакмалы 또 küçük vaqtimdagi jiyi бар аны қарсақ деген чоңла аянда қырт ойнап атқан нақш етіп атқан шахмат ойнайды чай ішіп атқан уяндым маңдық уяға шығып ашы терек бостандайма ашы кішік вақтымызда түшімге торы кірді мен шығып кеткенден кейін бәк толы түшіме кіріп кетірген ашы рәсімге түшіп кетті оқсат оны қылып оны кетті saat çıkamadım aşı küçük number nemeden.因为那时候我就想起我小时候6月儿童节的活动，aşı çıkan kazanla aşı那些各种那种toprak的味道，哎呀，那么这个nemligen baktlik men emde ne basam deydigan gepim。talada tuğa adam他才有这样的体会，真实的体会，这个不是假大空。啊。 们而且这个这个50-40岁turib ketdim，就是搞事业嘛。我们的激励就是我说我是一个什么？我是100%的 made in China。因为们他拉的不是跟 mektapta оқып бақмаған，就说我的学业都是在国内完成的。我说我是100%的 made in China，100%的 made in 中央音乐学院。我的所有歌曲不是那么aşağıdan başlanған，aşağı tallaylık olub，men这adam tallayhan deydi。从喀什接到乌鲁木齐，从乌鲁木齐接到北京，从北京直接就接到了国外，就就是一步都没有耽误，就在不停的就学，不停的在一直走在国际舞台上，在外边转悠了啊，这个地球转了一大圈吧。对，men daim daim我在20 yaştan burun，我把我在国内8辈子的事情全都做完了。我们要有不是。 养育之恩要孝敬父母的很给包，孝敬父母，小在自己的父母，大在自己的国家，就是这样。所以我为什么现在回来这样，这也是回报自己，就是国家对你的培养，
回报。 Demek siz Joyan Yinyo Şöyen'e berip, üyedeki muallimlerinin talimini ilip, aşağıdan operani orullap, tarakki qıp durup, anandaki çatalgı yüzülünüp, ben hazır çataldımı birden bir operanınki yalğız kişilik naqsını orullaydıgan pəxirlik sanatkarımız olup mişeye gidecek gelgende, bunun annesi taleyemez. Elbette tırışçallık bu. 当然也有我的努力哈，我就觉得我付出了这么多，我们努力了这么多，不就是为了达到就觉得很优秀，站在世界的舞台上，是吧？对，就是要达到这个，就说达到最高境界，卖了艺术音乐的最高境界。 Müsü mektepke kirgen çağınızdan tatıpla, mektepte okuş neticeniz pek yaxşımı değil. 没那个小学、中学就等于是基本上全浪费掉了。мен өзімді күші ес қылдым, лекен пақат дәріске етшемейдім. Çünkü мен айлық нақшиталайда шаушыға бітім ұслойнап, бітім нақшитіп, ұнда қақанды кен, мен шаумен шен олап даучу янчу ма. Бір уақытта пақат ядымдан шығып кетмейді, бір яды гамал қылып фаша олап кетіпті ме. Азырғы ядымды ва там нанығы маужыңды мүшеді іліқі суақ нұм қылып. Теңіп, пешаныңызге. Қысы, яқ мәсәні çıkmasam bulmaydım.我必须得唱。那我说你会这马上开我都没一等了的哈。我说这个我说可这样是那个车那真的可应有就业那种。开完了后又回到学校，出去是小明星，回到学校啥也听不懂，一考试不及格。 Ügündüğün vaxtınız yetmedi, keyin ügendiniz. Şu an endekezi resmi endekezi şu olalım 40 bunu çıkışı polish bilen 40 这样。 Dilbarada sizden bir işlerden ümitsizlenip qalğan və ya gecep oңuşluq bulmay qal degan vaxtlarınız bolğan mı? 人的这个命运就是这样，一个点点对了你就对了，一个点没点对你就过去了。9岁嘛10岁不到的时候，men degan akkordni ko'tarib, men bekna这mo'yin bir 音乐会还是五一电影院的men bir特别隆重的一个仪式。Aslında bir yerden bir oyun koygan. Meni ma'lum bir qo'lda şofençin, bir qo'lda meni yutilab chiqib, andikisi ko'tarib, o'tag'izni qo'yib, şofenchini men qo'yib, andiki o'zim etib, naqsh etib, nima men tutib bo'lgan ekan, 我还在那坐着，他来把手风琴拿走，men nimada tushirib, 那就说明我很小，而且还tushunmagan bo'lgan ekan. Keyin o'ylab boqsam, mushu K10市文工团，人民剧场。 Batı, 是文工团跟uyan koysa, manda sana, manda 这是对着观众哈，3 oldu o, sana嘛就2个边儿，aşağıdan men aşağı içinde meyada o 观众，men manda düğülek nama içinde meyadan çıkıp oynaydı o anda kırıktırı. Men mişadan mışna kılıp çang, 我就蹭到台上，都台下可能哎呀，所有拿到我们的集体舞，我就这样往下看，可别这个没的那个。Oyun görüp durgan gel. 就说心里有一种渴望，一种热情，没想到最后是一发不可收拾。我们都羡慕你了。结果最后结果。 Bir günü uyga nima deb kaldım, kirsam etdik. Antikasi anamdan qashqa berib ochqishni olay deb borsam, Kovutandagi Abdurishtikam, Sunpeylu 老师，ashla balaning档案的掉了qilib kelibdi ekan. 说men degan 我就说每一个阶段都是很重要的，你知道吗？哎，啥个都不办了，meni yutilib bilan 我拿的钥匙。 uyga berib, o'ylamada akkorddan batdi. Shu akkordni ilib, meni velosipedini orqaga mindirib, 我抱着手风琴到人民饭店，下的忙intam olgandi. 我记得很清楚，76年3月18号，我到的新疆歌舞团。这会儿我就开始非常努力，非常用功。vaqtida bizning学院班的呢，学乐器的要学唱歌，学唱歌呢你要学一门乐器。我这也是一发不可收拾，熏到。 要是个不这个，因为他跟那个小提琴是指法差不多嘛，我就可以自己独奏了啊，那就不行啊，不是那个乐队哎该这开不来吧呀的，没得搞，那就不行了，那些买的那个叫那土了，那这边那个买了嘛，多买那干一行爱一行，那个是才把我都说哎呀。 他说：“这个你的阿杰克拉的很好，我弄的恰当用，你还可以继续。但是不是拿出来的人多，歌舞团就给我安排了一个就是专门培养这里边的计划。
84年的时候参加了国剧声乐比赛，当然就是说我努力，但是也很用功，我也是属于幸运儿，很幸运。 Studiyaga kim keldi programmamizning xos nomini Xinjiang Paridio so'tchaklik shirkati olgan. Ayrimbog' Marika zali hamkorlashgan. Fiona Lidana kiyim kechaklari strategik hamkorlashgan. Urumchi Farg'ona yemak-ichmakchaklik shirkati qo'llagan. Faiza Biopatexnika chaklik mas'uliyat shirkati gazliq anar suyi ichimligi qo'llagan. Dilbarada siz shu mayli davlat ichida bo'lsin va yoki chet ellarda bo'lsin, mush operalarni o'rinlashda cho'qim necha xil til o'tganlardan o'tishingiz to'g'ri keladi, shundaymi? Mayli sen naqshlamsa yoki businessman bo'lamsa, 人家已经有各种掌握各种语言的能力。我们这个职业，它恰恰就是跟语言直接打交道啊，你得。 至少得懂一点这个语言，作为语言你去学习。而且语言强化班根本看这个是不是很难干？不是的啊，德语班给发的嘛，不是的，意大利看。我还当然我还得学英语，而且拿上了一部比较难的作品的时候，哎呀，市场量就觉得不够，所以我就说而且我们的作品唱的不够，我的戏是每一部戏都是在外边学出来的，所以我这些年我就根本没有时间去干别的，考虑别的，只能往前走。 Yolg'iz жүрген vaqtlaringizda og'ribmi qoldingizmi Dilbarda? 我到德国og'rib qolaman, zukkandab qolibman, ish qilib 发烧了。man endi bir chayma qayntib boqmagan. 我一下我就病了，我烧个水的劲儿都没有。Endi kelsa bir qatim o'zim chekka bir sayq qo'ray deb Gangjongoda qilsam hammasi tutish qilib hech qilolmay ashada o'tirib tutib qolsam 这苦不苦也苦，但是你乐在其中，因为什么？你在为事业追求事业的道路上在走。ömrümde ikki qatim uch qatim men yağaladım, pul atdım deb telefonda so'rab turib qilsam sho'lolab qolgan. Ojo bo'lmabdi, men bir halva itay desam bulma qo'yib qolgan, ya shilin bo'la qolgan. Ashuna ojo Dilbardamning hikoyalari pek ta'sirli ekan. Siz qaysi tamoqni eng yaxshi ko'rasiz Dilbarda? 我不挑食，我吃饭当时就是一直都是你要有劲儿，不能得病，身体要好。越是有病的时候，你越要吃。买了宁波笋呀，你要有骨，你要站得住，把身体搞好，就是这样吃。Dilbarada, siz hozirgacha davlatimizning san'at ma'rifiga o'zingizning bir kishilik assangizni qo'shyapsiz. Bunday chiqib aytganda, nurg'un o'quvchilarni tarbiyalayapsiz. Bu o'quvchilarni tarbiyalash jarayonida o'zingizni yerib qoldigan chaqlaringiz bo'ladi, deymi? 我也学了无数年哈，我现在都在一线唱着。lekin 我有繁重的教学任务，我不太用言师出高徒、名师出高徒带他们，这块 man ishlatmayman， 因为这是一个两个人配合、互相配合的一个过程，没你不行，没我也不行。一个好老师赶上一个很不给力的学生，你也没戏；一个很好的学生赶上一个啥都不是的一个老师，也耽误，你知道吗？对，所以这个是一个互相合作的一个过程。我有些时候都上到10几个小时，有一个 KTV 我回去都10点11点，我就会在桌子面前，我就这样能傻待上半个小时，我就会傻傻的。 我的10个指头一样齐，好的我也给你尽力的教，不好的我可能会贼辛苦，真的非常辛苦，而且我又这么执着，认真，博汉的根，你要作为一个职业唱跳，它没那么容易，真的，所以你一辈子的这个歌唱的过程，就是你制作这个乐器的过程。 Dilbardam mana yilda 2 qatim bizga mushu ish joyga kelib o'quvchi tarbiyalaydi. Men onun adamga ders ötmüşüm turmayman. 所以很辛苦，很累。 Manga azraq ders bersangiz men sizni og'zimga aytdim. Men budan qarab kelganda o'sha studioga kelib, 我们俩切磋一下。真的，Qanday ro'shin Dilbarda, rahmat. Dilbarda, anandikin siz bir madaniyat san'at markazi qurdingiz-a? 到了一定程度，也有就是为培养下一代。当然我在学校也在培养下一代。养鹰精神在 MS， 我的老师沈香，传承沈先生精神。 就是我们一个团队也是准备这样，这个是一方面。完了以后呢，我们也进行各种各样的合作，比如说我们将来也可以合作。在我们这里头还有个天籁清音迪丽贝尔文化艺术中心，
天籁清音，情暖天山艺术中心。demek 这个也是我们想更多的在咱们江内，就是把我们的比较优秀的唱家、器乐，我们的优秀的唱家，我们互相也都来参与配合去一块儿做。 Dilberedemde bunundan keyin azrak planlarınız var mı? 当然，现在有个重担，我的中心我也确实想跟我自己的家乡，最后跟我血脉相承的地方，去为自己的家乡做点事情，所以共同努力。所以这个重任，哎呀，这个还是继续需要努力的啊。 Da Dilberdə sizlə bək köngüllük paranlaşdıq. Yəni bək uzun paranlaşqımız batdı. Naq meydandakiler sizin şunda saxlab getdi, intizar olub getdi. Naq meydan bir təklif qoyulayla. Qani, mərhəmət Dilberdə. 哇，太好了，迪丽热巴老师马上就要到场了。是的。
Studiyaga kim keldi programmamızın xasnamini Şinjan Paridiyo Soğutçeklik şirketi algan. Ayrımbağ Marikizali hamkarlaşkan. Fiona Lidanna kiyim-kechekleri strategilik hamkarlaşkan. Ürümçi Pergane yemek-içmekçeklik şirketi qo'llagan. Faiza Biopentexnika çeklik mesuliyet şirketi gazlık anar suyu içimligi qo'llagan. Sevimlik Dilbarada, köp rahmat sizga. Ata-onaga bo'lgan mehr muhabbat naqsini anglab, hammamizning ko'zimizga yosh keldi. Hayajonlandik. Dilbaradam nima uchun birinchisiga mush naqshini tanlaganini bir anglab baqsak qandaq. 父母恩就是一种大的爱、大的感恩，所以这里边的含义还是挺深厚的，不是光是歌词上边的那么简单。完了，我第一就想到的这首歌，我就想到这首歌，我说，哎呀，这也算对家乡的一种思念吧。实际上，这也是我第一次真正拿到舞台上去唱，我只是录了个音就走了，从来没在舞台上唱过，这是等于首演。这首歌对我来说是首演、首唱。 Rahmat Dilbarada. Dilbaradamning ota-onalari aq tilaklarni tilagan bo'lsa, Dilbaradamningmi qalbi shu tilaklarga yarasha qadamlari nihoyat go'zal bo'lib, mana hozirgacha bizning programmaga olishib kelgandan boshqa yana o'zining tini saq, ishlari nihoyat o'ngishli bo'lyotdi. Hammamiz shunday tilaymizki, yo'llaringiz go'zal bo'lsin, teningiz saq bo'lsin, ishlaringiz o'ngishli bo'lsin, ovozingiz mangu mushundaq yangrasin. Bək xoş olduq canımda. Rəhmət sizə. Rəhmət. Deganlardak olsun. Orkestrdən yenibla bundaq yödey bilə isim bulamdı ki. Elbette buladı ki. 他们非常优秀，因为我没有用电声乐队带着这个录音好像录过，但是唱是头一次，所以我今天在这个舞台上有很多的第一次，他们非常优秀。 Rəhmət Dilbarada. Ondaqda ikkinchi naqshangizni anglag'imiz bor. Ikkinchi naqsha o'chmas chiroq.
这首《不灭的灯》我之前也听过，但是这次在现场听到迪丽巴尔老师演唱，非常的感动。 Studiyaga kim keldi programımızın xasnamini Şinjan Paridio Soğutçeklik şirketi algan. Ayrımbağ Marikizali hamkarlaşkan. Fiona Lidanna kiyim keçekleri stratejilik hamkarlaşkan. Dilbarada Müş aytgan o'chmas chiroq degan naqshidagi tekst asos jihatdan muhabbat o't ekan-ku. 这个爱是一定要严肃认真的，不能就是大家都要就是对爱要忠诚。这个爱不是光是年轻人的专利，任何时候年龄段啊，这都是大家人类的情感的一种呈现。所以爱什么时候都不过时。兄啊，爱是ötmez çırak. Muhabbatsiz hayotni, muhabbatsiz turmushni tasvirligisiz. Amdilikda bo'lsa, shundaqli Dilbar Yunus desak, ko'z oldimizga keladigan vakillik asar bor. U bo'lsa-mu Tarim.
Studiyaga kim keldi programımızın xasnamini Şinjan Paridio so'tcheklik şirketi algan. Ayrımbağ Marikaz Ali hamkorlashgan. Muş tarım naqsini aytganda ko'z oldingizga nima keladi? 我们小时候，我才10多岁，那个是没人给从阿甘啊不是阿甘，北京啊是那个民族大学的，他都开始，而且不是我有的 K 的 utterap， 我们家就有一个小乐队，我们就会唱无数个歌，其中一个就是塔人。 Dilbaradam rastaydi. Bizning ko'z oldimizda namoyon bo'layotgani, kichigimizdan tortib o'sib yetilishimizgacha bo'lgan butun jarayon. Bizning ko'z oldimizga kelyotgani birsi-birsimizga bo'lgan mehr. Shuning uchun bugun Dilbaradam butun vujudi bilan aytgan naqshilar uddul kelib bizning yuragimizga tegdi. Yurakdan aytgan kuy yurakni jonlantirdi ekan, yurakka malham bo'ladi ekan. Buning uchun Dilbaradamga yana bir qaytim rahmat aytamiz Dilbarada. Rahmat. Sizning funksiyalaringiz bak ko'p. Haydola. Bu funksiyalardan tanlab shurib, deyishib turib, eng oxirida biz azroq funksiyalarni maydonga patqidek holatda nechalarni vakil qilib akeldik. Bugun sizga mastona bo'lib kelganlar bo'lsa, ya'ni sizning funksiyalaringiz Olim Abdurahim apandi. Oningdan boshqa naqshi usul o'migidan Rizvangul, Yang Yaru. Qani, maydonga marhamat.
Studiyaga kim keldi programımızdan xasnamini Şinjan Paridiyo so'tchaklik shirkati olgan. Alım hammaylarning xabarida bor. Studiyaga kim keldi programımızdan birinchi qarorida mana mushu akordeon bilan sahnamizni ajoyib jonlantirib, shu naqshlarini mana hozirgacha moda qilib hammamiz aytyapmiz. Amdilikda bo'lsa, olimning bugun mushu sahnaga Dilbar adam bilan billa naqsh etgan hissiyat qandoq bo'lgandi degan shundoq bilgim kelyapti. Oldi bilan Dilbar adamga ko'pdan ko'p rahmat. Odatda deyiladi ekan, 1000 kun bor, 1000 kunning ichida 1 kun bor deb. Shu 1000 kunning ichidagi 1 kun men uchun bo'lsa mana bugun shu. Bugunkidek mushundaq bir sahnada Dilbar adamning qishda mushunda turib, billa naqsh o'qiganligimning o'zi bu men uchun cho'ng imtiyoz endi. Ko'p rahmat sizlarga. Sizlardek aziz mehmonlarimiz programmamizga qatnashib berdi ekan. Biz butun kuchimiz bilan programmani eng yaxshi holatda ishlab, ko'rmanlarimizning huzuriga sunish uchun tayyorlik qilamiz hamda mush mas'uliyatimizni cho'qim ado qilamiz. Bugünkü Studiyaga kim keldi programımız acayip hayacanlıq ilkide bek güzel davamlaştı. Dilbar ada, sizni har qachon eng hayacanlıq vaqtlaringizda biror jumla gap qilib bering desa, siz nima deysiz? 我对家乡最大的爱，美丽的新疆，我的家。你是天上掉下的一幅画，美丽的新疆，我的家。神圣的雪山绕云霞，美丽的新疆，我的家。广袤的土地上尽显可可雅，美丽的新疆，我的家。朝思暮想，爱你到天涯。 Dilbar adam mayli nadili bo'lsin, yurtni, vatanni, mehr bergan, muhabbat bergan har bir chimdim tuproqni, to'pini kuylashdan yonmadi. Dilbar adamning buningdan keyingi barliq ishlarining o'ngishli bo'lishini, tenining salomat bo'lishini, har qachon
güzel nakşılarını, güzel avazlarını bizning anglap turishimizni chin dilimizdan umid qilaman. Dilbarada ko'p rahmat. Har qachon siz uchun xizmatga tayyormiz. Devletimiz shundaqla xalqarada zo'r shon sharafga erishgan bo'lsa-mu, nayt kamtar qalbi mikro muhabbat bilan to'lgan so'yimlik san'atkorimiz Dilbar Hadam bilan bo'lgan qisqig'ini ziyorat va suratga erish jarayonida biz uningdan nurg'un narsalarni o'rgandik. Dilbar Hadamning kasbni qizg'in so'yish ro'yi, san'atni xalqdan o'rganib xalqqa qaytarishdan iborat asli maqsadni unutmaslikdek esil fazilati bizga ilhom, madad bo'ldi. Azlarga qanatlar naqshiga sada Tabiatning ovozi kuychiga yada Xush ovoz, xush sazing yangrasin do'stim Elga mansur sahnim